Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Demak, davom etamiz. Tilla Bitcoin neftlarni analiz qilishda. Demak, kecha bergan analizlarimiz ko'pi demak yaxshi chiqdi, to'g'ri chiqdi, xususan tillada. Mana hozir rasmni ham ko'rsataman. Demak, tillada mana YouTube kanalda biz kecha YouTube kanalda demak biz prognozni bergan edik, что bozor 4030 dan demak proboy bo'ladigan bo'lsa, birinchi zona 4160 va keyingi zona уже mana bu uglga 41 ga 41.71 ga bozori kelishini taxmin qilgan edik va natijada mana o'sha berilgan prognoz va natijada mana hozir ko'ryapsizlar, почти bozor shu yerda уже kelib qoldi, уже ozgina punkt qoldi. Demak, mana shu yerdan boshlagandan уже 1000 punktdan oshuv demak profit qilingan. Biz analizimiz to'g'ri chiqqan va demak bu yaxshi natija deb o'ylayman. Demak, davom etamiz. D1 grafik bilan har doimgidek boshlaymiz. D1 grafikda demak hozir mana bu 4133 zonasi agar proboy va uglimiz bir proboy bo'ladigan bo'lsa, u hollarda testdan keyin keyingi uglga demak bozor ketishi mumkin 201 ga va bu yerdan qanaqadir снижение kutamiz yoki дальнейший proboy va birma-bir yana bozor lokalniy maksimumga ketishi ham mumkin. Bir soatlik time frame'da o'sha holat yana o'sha men hozir ko'rsatgan joyim 41 uglga bozor mana uglga va сопротивлениemiz 41.71 ga kelishi mumkin va bu qanaqa holatda birinchi разворотный zonadan kelishi mumkin yoki даже mana bu joyga kelib turib pastroq tushib turib yana keyin sekin chiqib ketishi mumkin. Va kuzatishda davom etamiz. Agar дальнейший agar rost bo'lib proboy bo'ladigan bo'lsa, u holda yana sekin asta уже keyingi уровень 42 va oxirgi uglimiz 1.8 ga bozor borishi mumkin. Kuzatishda davom etamiz va keyingisi Bitcoin. Demak, Bitcoinni qanaqa holat bo'lyapti? Shu D1 holatda hali ham o'zgarish yo'q. Demak, uglni hozircha kerak emas bizga. Demak, D1 holatda bizada mana bu zonamiz 113.099 zonani orasida yuribdi bozor va hozir отбой bo'lgan uglimizdan сопротивлениеdan va sekin bozor yana mana shu zonaga kelishi mumkin. D1 grafikida 1 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da bizada hozircha 108.000 zonaga kelishini taxmin qilamiz bozorni. Va zonamiz 104.000 zona, 108.000 zona, 108.000 zonaga kelib turib, bu yerdan reaksiya kutamiz. Agar proboy bo'ladigan bo'lsa, уже sekin asta уже mana bu uglga va bu yerdan уже mana bu keyingi urovimiz 111.000 zonaga bozor borishi mumkin. Keyingisi demak neft hozircha nima deyishimiz mumkin? Neftda konsolidatsiya ketyapti, qanaqadir klimmi yoki bilmaydi. Neft demak bir soatlik time frame'da agar полноценный proboy bo'ladigan bo'lsa, u holda уже sekin asta bozor o'sib $67 ga kelishi mumkin va keyingi uglimiz 1.4 ga borishi mumkin. Bu bir kunlik time frame. Bir soatlik time frame'da esa по-прежнему bozor o'sha mana bu anamchi bu yerda qanaqadir uchburchak bo'lyapti. Выходdan keyin sekin уже 61 ga kelishi mumkin. Bu bir soatlik time frame'da shunaqa holat. Demak, kuzatishda davom etamiz. Like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'lib qo'ying va siz ham bu sistema GAN bo'yicha analiz qilishga qiziqayotgan bo'lsangiz, mana natijalarni ko'ryapsiz, yomon emas. Juda ham yaxshi natijalar bo'lyapti, prognozlar to'g'ri chiqyapti. Like bosishni unutmang va do'stlarga ham ulashing. Skilkani qoldiramiz. YouTube shapkachada admin silkasi bor. Savolingiz bo'lsa, demak, Telegramdan kirib savol berishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.